Canavar canavar. Maşallah maşallah. Geçti qaranglar. Maşallah. Assalomu alaykum azbegim otlari YouTube kanal kuzatuvchilar, akalar, bugungi kun barchangizga xayrli bo'lsin. Bugun men Namangan Uchqo'rg'ondan akalar. Nur akamning oldida kelganman. Nur akamdan xudo xolasa bugunga bir yaxshi ot bor akalar bitta. Inshaalloh oldin oti desa ham bo'laveradi. Video bittadan like bosib, bizni qo'llab-quvvatlab tursalaring. Men Polvon akamning otda batafsil ma'lumotlarni olib beraman. Video bittadan like bosib turaveringlar akalar, xudo xolasa. Xo'p, kelgan joydan, kelgan ma'lumotlardan dedi, biz boshlaymiz akalar. Hafta kuniga seshanba 2026-yil 21-iyuldamiz adashmasam. 21 Polvon aka bugunga. Ha, shunaqa fardi. Xo'p, Polvon aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, charchamayapsizmi? Sog'liqlar yaxshimi? Charchamayapsizmi? Ha, rahmat. Xo'p, Nur aka, xudo xolasa bugunga yakka bitta oldin otimi? Bugunga yakka bir o'zgachasi kam. Bo'ldi aka. Bunday bo'lsa, otni ma'lumotini chiroyli qilib bering aka. Qo'ldan kelganicha boricha dedi. Fardim, avvalambor assalomu alaykum. Bizni kuzatib borayotgan YouTube kanal kuzatuvchilar, o'zbegim otlari, otvozlar, polvonlar, muxlislar, musofirdagi aka-ukalarimiz. Fardim bugungi Bagatti. Bugungi Bagatti uka. Yoshlari nechiday? Yoshlari 7 yashar Fardim. Aha. Yoshlar 7 yashar. Ot to'xta qiynamagin. 7 yashar Fardim, bo'ylari biri 65 ga olishsin. 65 ga. Ha, o'lchab qo'ydik, biri 65. Ha, orqalarini ham bir fonlarini bir tortib qo'yasiz, orqalarini. Bo'l, tortaman aka, xudo xolasa. Xo'p, Polvon aka, xudo xolasa Bagatti yoshi 7 da dedingiz. Xudo xolasa garantiyali. Yedi ishda, tepdi, chiladizda, biror joyda ishgan netgan ot o'ta toza aka. Mana orqalarini ham ko'ryapsiz. Mana ot qilaman degan aka-ukalarga bir qora saminaman degan ishqibozlar, qora qashqasi deydi-yu. Orqa oyog'ida ikkita oqi bor. Bo'ldi aka. To'rt oyoqlar sog'lom. Soppa sog'lom Fardim. Taqalari yo'q ekan-a? Yo'q. Endi boquvga tashladi, taqalamadik. Nigohlari nima deyapti? Nimalar bilan to'qnashyapti? Bo'yinlarini qarang, buni o'zgachaligini. Uka ot chopib yurgan, 7 yashar, o'zi gashtlarida chopib yurgan. Bu yil rosmana boquvni yetkiz kerak uka. Bu yil. Hozir boquvda emas aka bu? Yo'q, boquvda emas. Bizda endi yeb turibdi. Faridan nima demoqchiman? 4 kilo, 3 kilo endi kuchimiz yetgancha beryapmiz. Albatta aka. Sababi yetkiz bo'lmay qolyapti uka. Inshaalloh otlar umuman hijolati yo'q otda. Bo'ldi. Umuman maydon tanlamaydi. Navoiy tomonlarga ham tushadi, chunki ayda mashtaqotlar chopadi-da formali. Albatta. Xo'p, Nur aka. Qashqadaryoga ham tushadi, Surxondaryoga ham. Sababi ular ham endi katta otni suyib olishdi-da. Ha, yiriklashib qoldi. Ha, yiriklashib qoldi. Tamam aka. Xudo xolasa aka-ukalarga tavsiya qilaman qo'rqmasdan. Otga borish turishni hammasini sinovdan o'tkazib qo'yganman, Fardim. Narxi necha pul aka buni? Narxini uka kelishtirib qo'yamiz. $4300. 4300 $300 albatta kami bor Faridan. Inshaalloh ot biror joyda hijolat qildirmaydi. Kelishadigan joylari bor, xudo xolasa. Otni oldi orqasi formalari bir addenda like bosib qo'yishadi. Like, kommentariyani yorib bomba qiladigan otda bu. Fardim. Ana akalar. Bo'ldi. Nur aka, aytilgan narxdan tushib berasiz? Albatta tushib beramiz. Kelishtirib beriladi. Albatta kelishtirib beramiz, Fardim. Bo'ldi. Inshaalloh uyaltirmaydi. Tushib qo'y. Hech yana. Qo'y varchasi Polvon bu yoqqa ham. Hech yana. Bo'ldi, ko'p qiyin emas sizda. Bugun xudo xolasa pagoda ham zo'r bo'lyapti. Albatta aka. Nur aka, qiziqqan akalarimiz aloqa chiqishadi, qo'ng'iroq qilishadi aka. Albatta, Fardim.